Qodir quloq. Ming bor zo'r, sanikidan baland mashina olib qo'yibmiz-da. Yo, muncha pastdasan Qodir quloq. Dadang tagi stolcha qo'y, gapirishga qiynalyapmiz. Baland mashina olib qo'yibmiz-da. Menga qarab. Dadangni orqasi yonyapti, lekin bildirmayapti. Kechasi shunaqangi qiynab chiqadi, zumnoy pastda so't yalpizligidan. Joyini ham qo'l qilib qo'y. Ya Riyaling nima bo'ldi Riyaling? Yutqizib qo'ydi. Mbappeng o'yna olmayapti-ya. Uni ustiga men mamlaqatga moshincha oldim. Yaqinda Xonsaroydan uy olaman. Traynoy udar bo'lar ekanda. Assalomu alaykum Qodir aka. Assalomu alaykum. Suvdan qarz bor ekan, suvni o'chirishga keldik. Ya aka, 1-2 kun o'chirmasdan turing shuni suvini. Chunki bunga suv hali ko'p kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa napori bilan bering. Sen bakka Qodir quloq. Sen nima ajablanmayapsan? Ajablan! Seni ko'ting yonishi uchun oldim bu mashinani. Faqat meniki yonadimi? Yonsin! Ovozini qara ding'illatadi. Dada, bolam. mashinani kreditga oldi. Endi pulini o'lib to'laysizmi? O'lsam o'laman bolam, lekin Qodir quloqni orqasini yondirib, kuydirib, keyin o'laman bolam.